Elhamdülillah, assalatu vassalamu ala Rasulillah. Qadrli tinglovchilar, sizlar bilan birgalikda sunnatni va hadisni tushunish qo'llanmasi kitobiga asoslangan holatda tayyorlanayotgan darslarimizni davom ettirar ekanmiz. Bugun hadislarni anglash faslining 23-sarlavhasi bo'lgan hadislardagi tadrijiylik va nasihni anglash sarlavhasini tushuntirishga harakat qilamiz. O'zingizga ma'lum, tadrijiylik sunnatulloh bo'lgan singari Alloh Rasuli sallallohu alayhi va sallamning 23 yillik hayotlari mobaynida ham shaxsiy, ham jamoaviy nuqtai nazardan qo'llagan eng muhim tamoyillardan biri hisoblanadi. Shuningdek, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bayon va talqinlarida ham ushbu tadrijiylik tamoyilini doimo ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xususan, nasih va mansuhning xulosasi sifatida tadrijiylik hadislarning anglashilishi va to'g'ri talqin qilinishi nuqtai nazardan juda muhim rol kasb etadi. Hazrati Payg'ambar alayhissalom hidoyat elchisi qilib yuborilgan jamiyatlarda yaxshilikni hukmron qilish va yomonlikni yo'qotish uchun tadrijiylik tamoyilni asos qilib olganlar va insonlarni ilohiy hukmlardan birin-ketin xabardor qilganlar. Qur'oni Karimning 23 yilda oyat va sura ko'rinishda tushishi ham tadrijiylik tamoyilning bir natijasidir. Qur'onning va Hazrati Payg'ambar alayhissalomning to'g'ridan to'g'ri xitob qilingan jamiyatdagi saqlanib qolgan ishonch va tushunchalarga nisbatan eng ahamiyatli tutumlari bu ularning barchasini oqilona ko'rinishda rad etishidir. Islom yuqorida ta'kidlangan jamiyatning e'tiqodiy, huquqiy, axloqiy va madaniy tuzilishini bir haqiqat sifatida qabul qilib, bu tuzilishlardagi ishonch va tushunchalarning bir qismini aynan davom ettirar ekan, qolgan bir qismini esa o'zgartirgan. Ba'zilariga qarshi kurashar ekan, ba'zilarini esa tadrijiylik nazariyasiga ko'ra bosqichma-bosqich amalga oshirgan. Vahiy va xitoblarni qabul qilayotgan insonlar yangi dinning ta'limotlarini tushunishlari, qabul qilishlari va hayotga tatbiq etishlarini qulaylashtirish kabi hikmatlari bo'lgan tadrijiylik, namoz, ro'za va zakot kabi ibodatlardan ichkilik, zino, qimor va foiz kabi taqiqlar bilan nikoh va taloq kabi ijtimoiy tartib qoidalargacha bo'lgan juda ko'p mavzularda kuzatilgan bir uslub holiga keldi. Bu uslubning mohiyati va vazifasini Hazrati Oysha radhiyallohu anha shunday ifoda qilganlar. Qur'ondan dastavval ichida jannat va jahannam zikr qilingan batafsil suralar nozil bo'ldi. Insonlar islom masalasida bilimga ega bo'lganlaridan keyin esa halol va harom oyatlari tushdi. Agar dastavval ichkilik ichmang degan oyatlar tushsa edi, insonlar biz aslo ichkilikni qo'ymaymiz degan bo'lar edilar. Agar dastavval zino qilmang degan oyatlar tushsa edi, insonlar biz zinoni aslo qo'ymaymiz degan bo'lar edilar. Darhaqiqat Qur'ondagi ismi ribo bo'lgan foiz olib berishning insonlarning mollari orasida ribo yo'li bilan ortsin deb berganlaringiz Alloh huzurida ortmaydi ma'nosidagi oyat bilan avval qoralanishi: ey iymon keltirganlar, 2 barobar foiz yemang, Allohdan qo'rqingki najot topasiz ma'nosidagi oyat bilan taqiqlanishi, foiz yeganlar faqat shayton urgan va hayratga tushirgan odamdek uyg'onadilar. Buning sababi ularning olib sotish faqat foiz kabidir deyishlari. Holbuki Alloh olib sotishni halol, foizni esa harom qildi ma'nosidagi oyat bilan ham taqiqning kuchaytirilishi va risolatning so'nggi damlar bo'lgan vidolashuv xutbasida tasdiqlanishi shu tadrijiylik tamoyili sababidandir. Hazrati Payg'ambar alayhissalom Muoz ibn Jabalni Yamanga yuborayotganlarida tadrijiylik tamoyilini qo'ldan qo'ymasligini tayanib shunday tanbeh berganlar: sen ahli kitobdan bo'lgan bir jamoatga boryapsan. Ularni Allohdan boshqa iloh yo'qligiga va Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning payg'ambari ekanligiga shahodat qilishga chaqir. Agar buni qabul qilsalar, izzat va jalol sohibi bo'lgan Alloh ularga har kun va kechda 5 vaqt namoz o'qishlarini farz qilganini bildir.
Buni ham qabul qilsalar, Allohning boylaridan olinib, kambag'allarga tarqatilishi sharti bilan mollardan sadaqa berishni farz qilganini bildir. Buni qabul qilganlarda hech ham zakot sifatida ularning mollaridan eng yaxshilarini olma. Shuningdek, mazlumning badduosidan saqlan, chunki mazlum bilan Allohning o'rtasida hech bir parda yo'q. Boshqa tarafdan umumiy tadrijiylik tamoyili bilan birga hadislardan joy olgan boshqa bir masala ham bor. Bu ham bo'lsa shaxsiy tadrijiylik tamoyilidir. Ba'zan Hazrat Payg'ambar alayhissalom o'zlarining huzurlaridagi sahobaning individual ahvolini e'tiborga olgan holda alohida muomala va alohida tushuntirishlar qilganlar. Boshqacha qilib aytganda, o'zlarining shaxsiy tadrijlarini ko'rsatganlar. Masalan, Abu Dovuddan naql qilingan rivoyatning mazmuniga ko'ra, bir kuni bir odam Hazrat Payg'ambar alayhissalomning oldilariga kelib, o'ziga islomdan bir narsa aytishlarini so'raydi. Shunda Hazrat Payg'ambar alayhissalom 5 vaqt namozni qochirma deydilar. Buni eshitgan odam, men dehqonchilik qilaman, ertalabdan kechgacha ishlayman, oqshom uyga kelib yotib qolaman. 5 vaqt namoz o'qishga vaqtim yo'q. Menga butunlay bajara oladigan biror narsa buyuring deydi. Bu safar Hazrat Payg'ambar alayhissalom kunduz ichidagi 2 namozni qochirma deb buyuradilar. Bu 2 namoz qanaqa namozdir deb so'ragan o'sha odamga Hazrat Payg'ambar alayhissalom shunday javob berganlar. Birinchisi quyosh chiqmasdan oldingi tong vaqti, ikkinchisi quyosh botmasdan oldingi vaqt, asr vaqti. Ushbu rivoyatdan Hazrat Payg'ambar alayhissalom shaxsiy tadrijiylik tamoyillarini tutganliklarini va yangi musulmon bo'lgan kishini islomning ibodatlariga tadrij usuli bilan o'rgatish uchun vaqtinchalik ruxsat berganliklarini tushunish mumkin. Tadrijiylik tamoyilning bir qismi esa nasxdir. Nasx bu shar'iy bir hukmning keyinroq kelgan shar'iy bir dalil bilan bekor qilinishidir. Bunga ko'ra, islomning boshlanishida e'tiboran vahiy kelishi va jamiyatga yetkazilishi bir necha bosqichlarda bo'lgan. Har bir bosqichda jamoatning sharoitlari e'tiborga olingan holda ayrim maqsadlarga qaratilgan bir qancha vaqtinchalik hukmlar keltirilgan maqsadlarga erishgandan keyin esa bu hukmlarni bajarishni to'xtatish bilan asl hukmlar berilgan. Bu holat Hazrat Payg'ambar alayhissalomning hadislariga ham taalluqlidir. Bir hukmni nasx qilgan oyat yoki hadisga nasix, hukmi nasx qilingan oyat yoki hadisga esa mansux deyilgan. Hadis ilmlari orasidan o'rin olgan nasix va mansux hadislar ilmi hadis rivoyatlaridan qaysilarining hukmi davom etayotganini va qaysilarining esa hukmlari bekor qilinib, ularga amal qilinmayotganligini o'rganadigan ilmdir. Hadislarni to'g'ri tushunish va ulardan hukm chiqarish uchun bilish lozim bo'lgan ilmlardan biri shu ilmdir. Hadis olimlari hadislarda nasxning zarurligini bildiradigan eng muhim omillardan biri Hazrat Payg'ambar alayhissalom insonlarning ehtiyojlarini inobatga olishlari va ashobni yetishtirishda, jamoatni isloh qilishda tadrijiylikka ahamiyat berganlaridir deb aytishgan. Hadislarda nasx bor yoki yo'qligi Hazrat Payg'ambar alayhissalomning bildirishlari orqali yoki sahobalarning xabarlari bilan yoki hadislarning keltirilgan tarixiga ko'ra yoki hadis olimlarining fikr birliklari bilan ma'lum bo'ladi. Nasxga misol qilib Abdulloh ibn Burayda naql qilgan mana shu hadisni aytishimiz mumkin. Bu rivoyatda Hazrat Payg'ambar alayhissalom shunday deganlar: Bundan oldin sizlarga qabr ziyoratini taqiqlagan edim. Endi qabr va mozorlarni ziyorat qilishingiz mumkin. Bundan oldin teri xaltalaridan boshqa idishdan sharbat ichishingizni taqiqlagan edim. Endi istalgan qopdan yoki meshlardan ichishingiz mumkin. Faqat sarxush qiladiganidan ichmang. Rivoyatda Hazrat Payg'ambar alayhissalomning har turli toshga sig'ingan bir jamoatning qabr ziyorati bilan butparastliklari takroran yuzaga kelishining oldini olish maqsadida boshlang'ich davrda qabr ziyoratini taqiqlaganlari, tavhid e'tiqodi paydo bo'lishi bilan bu tahlika bartaraf etilganligi sababli qabr ziyoratiga ruxsat berganliklarini ko'rish mumkin. Xuddi shunday
Teridan boshqa qoplarda turilgan sharbatlarning ma'lum bir muddatdan keyin fermentatsiyaga, bijg'ishga uchrashi natijasida mast qiluvchi ichimlik xususiyatini olishi sababidan jamoatni ichkilikdan uzoq tutishni xohlagan Hazrati Payg'ambar alayhissalom dastavval bunday taqiq qo'yganliklari, ichkilik taqiqlanganligi, jamoat orasida taqiqlangandan keyin esa taqiqlab qo'yilgan bu jihatlarga ruxsat berganliklarini tushunish mumkin. Ko'rinib turibdiki, bir hadisni tushunishga va talqin qilishga harakat qilar ekanmiz, bu hadisga tegishli tadrijiylik tamoyilni doim e'tiborda tutish, agar bor bo'lsa bu tadrijiylik tamoyilning umumiymi yoki shaxsga oid ekanligiga qarash, unga nisbatan nasx ishlatganmi yo'qmi, buni o'rganish ham hadisni to'g'ri tushunishga yordam beradigan tamoyillardan biridir. Shu sababdan hadisni tushunishga harakat qilganda tadrijiylik nazariyasi va nasx holati har doim yodda tutilishi kerak bo'ladi. Bunday usulning hadislarni to'g'ri tushunishda katta hissa qo'shishini unutmaslik darkor.